Bo'pti, xotin, men ko'chaga ketdim. To'xtang. Bachangizni ham olib keting. Men bilan ko'chada nima qiladi? 3 yoshdan keyin o'g'il bola dadasining yo'lida yurish kerak ekan. Bo'lmasa qiz bola xarakter bo'lar ekan. Psixologlar aytdi. Bo'ldi, o'zim buni haqiqiy erkak qilib tarbiyalayman. Ketdik qanotim, senga ko'chani ko'rsatay. Ketdik dada. Qani dada, oldik. Ovqat tayda qolsa. Sen nima deyapsan? Kecha dadam o'rtoqlari bilan choyxonaga borganda shunaqa qildi-ku. Men ham shunaqa qilyapman. Qani dada, ketini sovutmaylik. Ha, ana, qovundan rang oladi. Bachangizga zo'r o'rnak bo'lyapsiz, maladingiz. O'zing ko'p psixologlar aytdi, yoningizda yursin degan. Qani dada, jup bo'lsin, oldik. Hoppa. Bu yechintirishdan karta o'ynaysizmi? Nima? Yechinishga? Nima deyapti u? Bilmayman nima deyotganini. Siz ana shu bachani oldiga karta o'ynagansiz. Ko'rdingizmi qanaqa ta'sir qilyapsiz tarbiyasiga? Menga nima deysan? U qayerda o'rgangan bilmayman. Ey, men bu kartada boboyingni ham yechintirganman. Ha, sen kim bo'lsan, jipriqchi? Mana senga pagon tursikdiyech. O'g'lim, kecha dadang bilan qayoqqa bordinglar? Bitta fotka berchi. Oyi, erkak zoti ayol kishiga umuman atchot bermaydi. Atchot bergan kuni erkak kishini o'lgan kuni bo'ladi. Men sizga hozir kecha dachaga borganimizda, telefon qilganingizda majlisdaman deb aldaganlarimizni aytishim kerakmi? Yo'q, oyi, men bu narsalarni sizga hayotda aytmayman. Men erkak kishiman. To'g'ri gapirdimmi dada? Boshini to'g'ri boshlading-u, buyog'ini telpakchaday qilding-da o'g'lim. Ko'rdingizmi? Oilada ota qanday bo'lsa, farzandlari ham xuddi shunday bo'ladi. Sal o'zingiz yig'ishtirib oling, bolalaringiz ham katta bo'lyapti. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Xo'p, xotin. Xavotir olmang dada, kechagi opachalarga bu meni o'g'lim emas, janim deganingizni ham aytmayman. Nima? Nima deyapti bu? Nima deyapti? Sen o'zing qo'shib Yomg'irdan yayrashib maysalar